Mana bu narsani topishni o'zi bir muammo. Topganingizdan keyin razmerini topish undan ham alohida tema. Sizlarning ham benzopilalarni sepib o'tma-so'p qolib, almashtirish joniga tegdimi? Yaqinroq kelinglar, men sizlarga instrumentni zo'rini topib qo'ydim. Ko'rayotganinglar Richter brendidan charx bo'ladi. Bu nima qilib beradi deyotgan bo'lsanglar, ko'rayotgan benzopilalarni sepib o'tma-so'p qoladigan bo'lsa, o'tkirlab berish vazifasini bajaradi. O'zi bitta sezonda sepib alishtirish 4-5 martaga to'g'ri kelar ekan. Shunda bu sizga 450 ming so'mdan 500 ming so'mgacha o'rtacha summaga tushadi. Agar bu mahsulot topib qo'yadigan bo'lsangiz, buni narxini aytib o'taman. Atiga 300 ming so'mga sotib olasizlar. Shunda siz 200 ming, 300 ming so'm ekonom qilasiz, plus vaqtingizni tejaysiz, plus bitta sepib, bitta sezon ishlatyapsiz. Qo'shimchasiga ko'rayotgan instrumentlar sizlarga uzoq yillar davomida xizmat qilib beradi. Qulayliklarni aytib o'taman. 30 gradus ishlatib xohlagan gradusga qo'yib chaqlasanglar bo'ladi. Xohlasanglar buni stanok qilib, xohlagan joylarga ko'tarib yurib ishlatsanglar bo'ladi. Обороты keladigan bo'lsa, minutiga 8400 оборотda ishlaydi. Xullas bu mahsulot sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab bitkazib beramiz. Pastda nomer qoldirdik. Bu videoni bo'lsa benzopilasi bor, akalarga jo'natib qo'ying.